o'zi bitta qizini kelin qilaman devdim, lekin onasi maqtagani uchun 3 chala qizini ham kelin qilganman. Kuytiga ish yo'qmaydi, hozir onangni ko'rsataman. Qizligida sizlar menga akazviti to'g'risini aytgan ekansizlar. Erga tegish umuman kerak emas. Meni qaynonam vahshiy. Amangachi yuzimga suv sepdilar. Ana shuni qo'shib bak. Alloh admetga qilaman, o'yjon kamni. Spam tashanglar. Ha, endi o'zi erga tegish shu bizga kerak-da. Qizlar bu storiesni olmaydi. Uchera o'yjon kan admetga qilma, aksim ko'tariladi. To'g'ri. Har kelsa bu telefonlaringga spam qilaymiz. Masalan, umringni spam qilaman. O'zi sanlarga kerak edi. Men erga tegibman, o'zlaringizni tiqdingizlar. Telefonimni srochno olishim kerak. Instagram ahvatim tushadi. Ertaga reklamam bor edi. Predoplatasini olganman. Uyga kirasanlar, uxlaysan. Ko'cha chiqasan, o'tirasan. Sen tur, kirlarni yuvgin. Sen agar o'tni o'tini tergin, samsariq bo'lib ketgan, xuddi sochingga o'xshaydi. Ey, tasha qarshi qiz, to'rtta suyat. Bir ish qilishga ham yaramaydi. Tur o'rningdan. Meni massaj qilasan. Keyin uylab ko'raman telefonlaringizni berishni. U ham ahvatlar tushib ketmasin. Reklamani pulini Oy be. Ha o'g'lim. Shalpal. Erini ko'rsa dumini ikkilatadi. Ha o'g'lim. Ha o'g'lim. Kelaman deb aytuvdingizlar, yana bir oy qolasizlarmi? Mayli, g'am yemanglar. Kelinlarim nazoratim ostiga. Kelganlaringizcha millomingga eshakchaday qilib qo'yaman. Qizlar, yesiz shu ma'murasiga umuman rozi emasman. 22 yil ersiz o'tganmiz. Yana bir oy yesiz. Qizlar, bir oygina-ku suvda o'tib ketadi. Yo, menam erimning oldida bo'lmaymi? Iltimos, o'chir.